Namazda imom bo'lishga kim eng haqliq? Fiqhul Muyassardan Furqon davlat markazi tarjim qilib tarqatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namozda imom bo'lishga eng haqliq kishini bayon qilib mundoq degan: Jamoatga ularning orasidan Allohning kitobini yaxshiroq o'qiy oladigan kishi imom bo'ladi. Agar Allohning kitobini o'qishda tengdosh bo'lsa, sunnatni yaxshiroq bilguchi imom bo'ladi. Sunnatni bilishda tengdosh bo'lsa, u holda boshtiroq hijrat qilguchi imom bo'ldi. Agar hijrat qilishda o'xshash bo'lsa, boshtiroq musulmon bo'lguchi imom bo'ldi. Muslim 673 numaralı hadis. Bu hadis bo'yicha imom bo'lishga eng haqli kishi tuvandikidek radga tizildi. Birinchi, qiroati eng yaxshi bo'lganlar. Qur'onni eng yaxshi o'qib, namoz fiqhini eng yaxshi bilganlar. Qur'onni mukammal va go'zal o'qiy oladigan, ammo namozga aloqador fiqh bilimi tuvan biri bilan Qur'onni o'lchamlik o'qiy olmasmi, qiroatda boshtikiga yetmaydigan. Ammo fiqh bilimi boshtikidan yuqori biri bo'lgan taqdirda keyingisining, ya'ni Qur'onning o'lchamlik o'qiy olmasmi, qiroatda boshtikisiga yetmaydigan, ammo fiqh bilimi boshtikisida ustun bo'lgan kishining imomlik qilishi eng haqliq bo'ladi. Chunki namozda fiqh hukmlarga bo'lgan ehtiyoj go'zal qiroatga bo'lgan ehtiyojdan yuqoridir. Eskartish: Sura Fatihani o'lchamlik o'qiy oladigan biri bo'lganlar taqdirda Sura Fatihani va boshqa suralarni o'lchamlik o'qiy olmaydigan birining fiqh bilimi bo'lgan taqdirdami imomlik qilishi durust emas. Chunki Sura Fatihani o'lchamlik o'qish namozning farzlaridan hisoblanadi. O'zi so'zman boshqalarga nisbatan kitob o'qigan, ammo qiroati buzuq birining qiroati joyida birga imom bo'lishi harom. Ikkinchi, sunnatni bilishda ustunroq bo'lganlar. Qur'on qiroatida o'xshash saviyadagi ikki kishi bo'lib, ulardan biri yana biriga qaraganda sunnatni bakroq bilsa, u holda sunnatni bilishda ustunroq bo'lgani imom bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam agar qiroat saviyasi teng bo'lsa, sunnatni bakroq bildig'ini imom bo'ldi degan. Uchinchi, agar qiroatda va sunnatni bilishda teng saviyada bo'lsa, u holda kufr diyoridan islom diyoriga yoki haqdan cheklanadigan diyordan haqdan cheklanmaydigan diyorga boshda hijrat qilgan kishi imom bo'ladi. To'rtinchi, agar hijrat jihatdimi o'xshash bo'lsa, u holda boshda musulmon bo'lguchi imom bo'ladi. Beshinchi, agar yuqorqi jihatlarning hammasida o'xshash bo'lsa, u holda yoshda cho'ngroq imom bo'ladi. Chunki yuqorida bayon qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam agar hijratda bir-biri bilan o'xshash bo'lsa, u holda boshda musulmon bo'lgan imom bo'ldi degan. Boshqa bir hadisda yoshda cho'nroqinglar imom bo'lsin degan. Agar bularning hammasida o'xshash bo'lsa, u holda orasida chek tashlandi. Chek kimga chiqsa shu imom bo'ladi. Uy egisining imom bo'lish haqqi mehmonnikidan ustunroqdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Biraylan boshqa biriga uning uyida yoki uning huquqli yerda imom bo'lmaydi. Muslim 673 numaralı hadis. Shundaqla xalifa imom bo'lishga texmi haqliqdir. Yuqorqi hadisning umumiy ma'nosi buni o'z ichiga oladi. Bir masjidning doimlik imomining imom bo'lish haqqi boshqa biriga qaraganda texmi ustun hisoblanadi. Boshqa biri doimlik imomdan yaxshiroq Qur'on o'qiydigan yoki bakroq bilimlik bo'lgan taqdirdami doimlik imomning imom bo'lishi texmi ustundir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning biraylan boshqa biriga uning uyida yoki uning huquqli yerda imom bo'lmaydi degan hadisning umumiy ma'nosi buni ko'rsatadi. Mujtahidlar fatvolar blogidan elindi.